sabzavotli yegulik tayyorlaymiz bugun. Sabzavotlarni shu ko'rinishda to'g'rab olamiz hammasini va 200 gradusli duxovka, qizdirilgan duxovkaga 20 minutga qo'yib olamiz. Ularni ustidan yog' sepib duxovkaga qo'yib olamiz va shunda yana gulkaramni xohlasangiz suvda, gazda yoki bo'lmasa mikrovolnovkaga suvni 4 minutda pishirib olamiz va ular tayyor bo'lgandan keyin tuxumli eklarga solib qo'rib olamiz. Va shu davomida ularga sous tayyorlaymiz. Sousimizda 50 gram yog' va ko'katlardan kashnich, petrushka solamiz va 2 zubchik chesnok solib ularni maydalab qo'shib ularni ustidan olmali uksus va shakar, tuz solib aralashtirib qo'yamiz. Va ularni ustma-ustlikda hamma pishgan sabzavotlarni tayyor bo'lgandan keyin ustma-ustlikda ustiga sousidan surib tayyor holatda bo'lgandan keyin ularni salqin joyga qo'yib qo'yamiz va shu tayyor bo'ladi. Shunda yoqimli ishtaha.